Ya'ni men gantelda ishlash noto'g'ri demoqchi emasman. Mana bunda effekti ko'proq. Qo'limni kirgizib oldim. Mana. Ketdim. Bitta qo'limni ushladim. Mana oyoq bu yoqda. Ko'pchilik o'ylaydi, mashaqqatchi chiqsa bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, buni yelkani maksimalni ko'tarish kerak tepaga mana. Maksimalni ko'tarib, mana tushdimmi? Uje menda pastda ham nagruzka bor uje mana. Trus tortyapti chunki. Gantelda qilganimizda oyog'imizga yiqiladi, nagruzka to'xtaydi. Mana bu yerda mana maksimalni ko'tardim. Tepada ham nagruzka bor. Mana tushiryapman, pastda ham nagruzka bor. Ya'ni trus tortyapti o'ziga. Gantelda qilganingizda unaqa bo'lmaydi. To'xtaydi pastda nagruzka. Bizda mana mashchasida ham yelkani o'rtasi ishlaydi. Ya'ni cho'zilyapti yelkani o'rtasi. Mana tepaga ko'taramiz maksimalni. Maksimalni olib kelamiz mana. Shunda ham tepaga ko'tarayotganda ham, ko'tarilayotganda ham, pastga kelayotganda ham yelkani o'rtasiga nagruzka tushyapti. Gantelda bunaqa bo'lmaydi. Ganteldan ko'ra bunda ishlab ko'rishsa, ko'rayotganlar bizani effektini sezishadi. Mana balandlikni ko'rib olish kerak mana. Gurutni tegidan qo'yib olish kerak balandligini. Mana krosover balandligini shu yerdan ushlaymiz. Ketdik mana. Tepaga maksimalni pastga cho'zamiz. Yelkaga qaysi упражнение optimal, ya'ni effektivnirog'ini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada minus qoldiring.